Salam do'stlar, qanday ahvolinglar? Yaxshimi, yaxshi turibsizlarmi? Tugungi Turkiyada bo'lgan mushiya davrash voqeasidan keyin mendan hal xotir so'ragan butun urug' tuqqan do'st birodarlar va partiya hukumatga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Biz sog' salomat bizning yashadığımız shahar İstanbul bo'lganligi uchun Kiyatevirgen yer bolsa Türkiye'nin şərqi cənubi qismiga joylashgan yerlar bo'lganligi uchun bizni etkilagan bir şey bo'lmadi. Ama ko'nglimiz shunchalik yerim. Chunki Kiyatevirgen yerda havo pek sovuq bo'lgan bölgedi. Shunlashqa u yerda qor, yomg'ir degandek sovuq bir havo shartlari bilan ham Kiyatevirish bo'lganligi uchun 2 kundir shunchalik ko'nglimiz yerim. Ve oradaki şu qazo qilgan qarindoshlarimiz bor, andan keyin yer altida qolgan insonlar bor. Bularning hammasini qutqizib bugun shu Doyingda, Jungodimi shu qutqizish otryadlarining yo'lga chiqqanligini ko'rib shunchalik xush bo'ldim va shunchalik faxrlandim o'zimning bir Jungo fuqarosi bo'lganligim uchun. Chunki Jungo har qanday vaqtda shu birinchi bo'lib yordamga atlanadigan davlatlarning birinchisi o'rinda turadi. Ve özümden bir Jungo fuqarosi bo'lganligimdan faxrlanaman ve şu Doying supsi orqali hammanglarga rahmatimni bildirmek için bir videoni çekishini muvaffaq ko'rdim. Şu hem Kiyatevirgenlik sebebinden hem de biraz havo shartlarida maktablar bir haftalik ta'til bo'lib ketdi. Shunga biz şu uyda bolalar bilan o'tirdik ve o tarafdagi yardım ehtiyoj bo'lganlarga elimizden, qo'limizdan kelgancha yordamlarimizni qildik. Həmmanlar köpdən köp rəhmət. Həmmanlar şunchalik ansirab ketibsizlar. Bunun üçün chin ko'nglimdan tekrar və tekrar rəhmət aytman həmmanlarga. Salamat bo'linglar, biz yaxshi. 抖音，抖音， Bek Uygurlarga alışıp ketmeydi. Bu ayal nemedeki Bursa'daki Ömer doktor, Ömercan doktorunki ikinci oğlu Necat Can doktor hazır. Necat Can şu Türkiye'de estetik o bu diğerlerde hayli dan çıkarıp kaldı. Necat Can dep Necat Can doktorunki 3. mu 4. ayalı. Bu ayal Türkiye'ye kelgili tehi uzak bo'lmadıymış 2012'lerde keldim ki 2011 yoki 2012'lerde kelgan bo'lish 2013'lerde kelgan bo'lishi mumkin. 4 talalık ayal. Yani 10 yıldek koptu 4 talalık ayal. Hazır şu yol dışı bilen bile şu estetik o bu işlerini kılıdı. Uygurlarımca qarlaşmaydı özü. Şu Türklerinin içidilam degandek. Cık vaxtlarda özünü bek Uygurmu dep ketmeydi. Hem de ma geplerini qıptı. Belki ma bu Uygur camiyesiga qanday ta'sir qildiganini Uygurlarga qanday nemi berishni bilolmaydigan bo'lishi mumkin. Ama bu bir bek cho'ng bir talihsizlik bo'pti. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Yuqorida bu Hanifa ismlik Türkiye'nin İstanbul şehrida yashaydigan bir manqurtninki oldingi har biringlar ko'rgandek bu yer tevrashni bonusida Xitoyga nihoyat rahmatini bildirganlikdek bir so'z iboralar hammamizni nihoyat bearam qildi. Vatandagi tuqqanlari bilan TikTokda aloqalash uchun unchalik Xitoyga yaloqchilik qilish yoki bo'lmasa Xitoyga unda media o'qishning hech bir hojati yo'q. Normalda o'zining salomatligi, vijdoni, g'ururi va odam bo'lsa, har xil shaklda o'zining tinch amonligini yoki bo'lmasa urug' tuqqanlari bilan har xil shaklda aloqalashayotganlar bor. Ammo bu yerdagi manqurtlik mayli Xitoyning bayrami bo'lsin, onun joyining biridagi davlat bayramida atoydan bayroqlarini chiqarib, atoydan Xitoyga istoshlik qilishish, atoydan o'zini bir shaklda har bir so'z iboralarida Xitoyga bo'lgan rahmatini, Xitoyga bo'lgan xushomadchiligini mangdamda bir qilib turishi bu zihniyatdagi manqurtlik, zihniyatdagi Xitoyga bo'lgan amroqlik, Xitoyga bo'lgan bil yashaymi deydigan ifodasini bildirganlik. Bu o'zi bilan kelsin mayli.
Üzü bilen kelse Xitay bilen naynaqşamdı, Xitay bilen bile quba bile divan hamaq yemdi, Xitayca sözlemdi, yoki bir adamning 5-chi xotini olamdi, 10-chi xotini olamdi, o'zining shaxsiysi. Ama bu yerda biz deyotganimiz, sen Xitayga har qanday shaklda Uyg'urning tili bilan, Uyg'urning so'zi bilan, Uyg'urning yuzi bilan Xitayga bunda xushamat qilish hadding emas. Hech kimning bu mening o'zimning ishi deydigan, deyoladigan ish emas. Yoki bo'lmasa mening urtiqaldarim bilan aloqalashishimning vositasi, men Xitoyni maqtab qo'yib, yoki bo'lmasa aqlay shaqlay deb qo'yib, deb manda bizning milliy hissiyotimiz bilan o'ynaydigan buning haqqi emas-ku, haddi emas. Bundan manqurtlar buningdan keyin bu yil Xitoy mablag' selayotgan ish nihoyat yuqori. Mayli Turkiyada bo'lsin, mayli Yevropa, mayli Amerikalarda bo'lsin. Xitoy bundan manqurtlarni nihoyat tez yetishtirib chiqmoqchi. Shuning uchun bulg'i xajlanayotgan pul, bulg'i berilayotgan imtiyoz nihoyat yuqori bo'lg'achqa bundaq nimalar nihoyat manqurtlar nihoyat tezdan o'zini oshkorlashi mumkin. Shunga qarindoshlar, bundan manqurtlar chiqqan vaqtida aniqlamlam buning asli, ya'ni kelib chiqishining nima ekanligi, buni biladiganlar, taniydiganlar bo'rtlarlik ekanligini, buning bir 10 yilning yog'i Turkiyada yashayotganligini, 2020-yil texe Turkiya vatandaşlığı. Turkiya vatandaşlığı nima deb o'tsa Xitoyga yomon seqinib ketgan, Xitoyga yomon bek amaraq odam nima ish qilsa Turkiya vatandaşlığını, nima ish qilsa avar qilib, nima ish qilsa Turkiyada yashab, yashsang manda bo'rtlaringda, yashab baqsang bo'lmamdi. Demak, sen o'zing Xitoyga ishonmaysan, o'zing Xitoyga xushamat qilib yashashni bir xil vosita deb tushunsa, bunda odam sen u Xitoyga ishonmayotgan, Xitoyga nima qilamayotgan, nima ish qilsa yag'an xushamat qilib o'zing aldab. Demak, nima deganda bu yerda buning qalbidagi manqurtlikchi, o'zini o'zi aldayotganligi, men manda deb qo'ysam manda bo'lamdi, anda deb qo'ysam manda bo'lamdi deb o'zini o'zi aldab yashayotganlikning ifodasi. Uyg'urga aralashmasam, meni hech nima qilmaydi, menga ziyon kelmaydi. Unda ish yo'qki. Xitoylar o'ziga qarshi haqiqiy Uyg'urni yo'qitib bo'lgandan keyin bundan manqurtlarni, o'ziga ishlayotgan jasuslarni bir taraf qildi. Hozir bir taraf qilishga boshladi. Ba'zi bir jasuslarni ishga yaramagan yoki yarashni bilmagan jasuslarni, ishni aplashtirmagan jasuslarni o'z qo'li bilan o'tirib bo'lganligini ko'ryapmiz-ku. Ama yaqinda İstanbulda bir pishkisini o'z oshkorlam o'tirib tashlayapti. Demak, nima deganda, Xitoy o'ziga mundaq aplashtirmaydigan, qimlashtirmaydigan ba'zi bir pishkilni mana bizga ko'rsatib berdi. Mana alanglar, mana bizda advanglar deb ko'rsatib beraydi-ku. Shuning uchun vaqt soat kelganda Xitoy bundan munofiqlarni yetishkilanmaylar. O'tirib-ku. Hech qanday munofiq saqqaga emas. Ya mujohidlar tarafidan o'tirildi, yoki bo'lmasa Xitoy o'z qo'li bilan o'tiribdi. Buning munofiqlarning manqurtining oxirgi natijasi o'lim bilan oxirlashadi. Ya'ni qabiy o'lim bilan oxirlashadi inshaalloh. Shuning uchun bundaq munofiqlarni, bundaq badbaxtlarni, bundaq manqurtlarni oshkorlashimiz va bularni uchun nima ko'rsak shu yerda dumbalashimiz kerak. Bo'lmasa bundan manqurtlar haddidan oshidi va qanday qiladi deganda texim oshkor holda harakat qilishga boshlaydi.